12. ders. Ay, vay. Bu dersdə biz ay, vay qatarlıq 3 qo'shma yunmun o'rganamiz. Avval biz qo'shma yunmu ay ni o'rganaylik. Birinchi parcha rasmga bir ocha bilan bir inining rasmi sızilgan bo'lib, bu ikkisi qaysisining bo'yining egiz pakarligini silishtirmoqda. Pakarni xanzucha ay deb o'qiymiz. Biz ay ni tashi talaffuz qilsak, bu dal biz o'rganmoqchi bo'lgan qo'shma yunmu ay ning talaffuzi bo'ladi. Qani, ma aytib o'qinglar. Ay. Amdi ay ga 4 ton belgisini qo'yib o'qib boqaylik. Ay. Kichik do'stlar, shingmu, b, p, m bilan qo'shma yunmu ay ni qo'shib o'qiylik. Bay, pay, may. Amdi qo'shma yunmu ay ni o'rganamiz. İkinci parça rasmda bir odamning kuchining baricha o'tin yerayotgan ko'rinishi sızilgan bo'lib, bu odam kuchining baricha palti chapqashqa og'zidan ay degan ovoz chiqardi. Bu yerdagi ay dal qo'shma yunmu ay ning talaffuz qilinishidir. Qani, kichik do'stlar, bu yunmuni menga agishib talaffuz qilinglar. Ay. Bu yunmuni talaffuz qilganda og'zimizning shaklida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Endi ay ga 4 ton belgisini qo'yib o'qib boqaylik. Ay. Kichik do'stlar, shingmu, b, p, m bilan qo'shma yunmu ay ni qo'shib o'qiylik. Bay, pay, may. Amdi biz qo'shma yunmu uy ni o'rganamiz. Uchinchi parcha rasmga sharpining rasmi sızilgan bo'lib, sharpini xanzucha vayjin deymiz. Biz vayjin degi vay ni taksi talaffuz qilsak, bu qo'shma yunmu vay ning talaffuzi bo'ladi. Qani, menga agishib o'qinglar. Vay. Bu yunmuni talaffuz qilganda og'zimiz ikki tarafga nihoyat tez ochiladi. Endi uy ga 4 ton belgisini qo'yib o'qib boqaylik. Way. Tui. Zai. Sai. Dry. O'tinchi bilan iyiq. Bir o'tinchi o'rmonliqda o'tin kesib olsa, tuyuqsiz bir iyiq chiqib qapti. Iyiq o'tinchiga: "Hay qiri, men odamlarni bak aqlliq deb anglayman. Qidikila, ikkimiz bir baslashib boqaylik," debdi. "Apla, sen balduroq aytsang bo'lmasmidi?" debdi o'tinchi darhol aqlini ishlatib. "Men aqlimni uyga qo'yib ketdim emasmi? Ati baslashsa qandaq?" "Yo'q, bugunli baslashimiz. Sen uyingga berib aqlini ilib kel," debdi iyiq. O'tinchi iyiqdan qutulolmaydiganligini bilib, buni bir boplay deb o'ylabdi. "Mayli, lekin men kelguncha seni qo'rqib qochib ketamdikin deb ansirayman," debdi o'tinchi. "Undaqda qanday qilamiz?" debdi iyiq terikib. "Seni mav daraxtga bog'lab qo'yay. Shu chaqda seni qochib ketishingdan ansirmayman," debdi o'tinchi.
Ma'qul, bağlasang bağla, ammo tez berib tez kelgin, debdi ayiq. Shunda qilib o'tinchi ayiqni cho'ng bir tut daraxtga mahkam bog'lab qo'yibdi. Mana bu biz odamlarning ahli. Sen bu yerda o'limingni kutgin. Men uyimga qaytay, debdi o'tinchi uni masxir qilgan holda.